Oilalar, assalomu alaykum. Hop, 2026-yil 8-mart. Bahor 8-kuni. Bugun ayollarning bayrami ekan. Menga qiziq emas u bayram. Ehtimolga qarshi eslatib qo'yaman studiyolarni. Soatimiz 4 bo'ldi, Toshkent vaqti bilan. Havoyimiz zo'r bugun. Har doimgidek tank legenda bilan uzundaman bugun. İşimizni hop, ekipajga oldida boshlanyapti. Sibirda. Bu taraf Sibir, bulardan skver, to'g'riga aeroportga, chapga sochmaga chiqib ketsa bo'ladi. Shastriydaman, shu kuni ko'rsatgan haykalim bu yoqda. Bu yoq Fut ko'cha, bu yoq tarafga borsa, ekipajga darvozasiga borsa bo'ladi. Sibir to'g'ri bilan Darxonga chiqib ketiladi. Yana подписчиklarim orasida kimda tank bor, kim tankda yuradi, shularni belgilab ketinglar. Agar tankda haydaydiganlar bo'lsa, mana tank haydayman yoki plyus belgisini belgilab naqib ketsanglar, подписчиklarim orasida nechta tank haydaydiganlar yoki Tiger, tank, boshqa drongolar har xil turlari bor, shularni belgilab ketsanglar, подписчиklarim orasida nechta skuter haydaydiganlarni bilib olardik. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar.